Qozi Kalon Sayfiddin hazratlariga yo'l beringlar. Qarang opa, Qozi Kalon kelyapti. Qanday ahvollari Qozi Kalon hazratlari? Alloh shukr, rahmat sizlarga. Qozi Kalon bek aldirash, uninga yo'l beringlar. Kishilarga qattiq tegma, bo'lmasa seni jazolayman. Farmonbardarman hazratim. Men faqat yo'l bo'shatqizmoqchi edim. Shundaqdimi boshqalarga adab, hurmat bilan muomala qilgin. Chunki sen mening xos mahrimman. Men kechirsizlar hazratim. Sen mening mahrimim Zarzur. Kishilar oldida menga vakillik qilasan. Qani mayli. Qozixonaga kechikib qolsak bo'lmaydi. Qozi Kalonning boy degan gaplarni anglagansan, ha? Shunga tezroq mang'in eshak. Ama uvol bo'ldi hazratim. Hay javobgar, oshxona xo'jayini qo'yningga to'g'ri kavib qitmaganda seni tutib olibdi-ku. Bu ishni sababsiz qilmagansan. Gap qila, qani o'zingni aqlab baq. Qo'sig'im ichib ketgan kavobning mezlik purig'i dimig'imga urilib o'zimni tutamay qoptiman. Sen pashshab turib, nimishqa o'g'irlik qilding? Qozi hazratlari, men pashshab emas. Ha? Üstü beşandaki bu kiyimler cömse. Sizlarga rost gapni qilay. Men haq to'lamayla g'izolanish uchun mushundaq kiyinib olgan edim. Tinchlaninglar. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Ularning to'lisi shunda qiladi hazratlari. Hay, Zarzur. Poshshopligiga farmonimni yetkiz. U ata qozixonaga kelsin. Qizinglar, yetishtirdi. Qizinglar, yetishtirdi. Qizinglar. Ağzını yum. Men Qozining qizi Salma. Bundaq yasanib olsam, meni tanıyamayapsan? Salma degan er kishimi? Erlamandan ustun emas. Men buni ularga cho'qim isbotlab beraman. Qizinglar, yetishtirdi. Yetishtirdi. Qizinglar, yetishtirdi. Yetishtirdi. Qizinglar, yetishtirdi. Qizinglar, yetishtirdi. Nima varancho'ring bu? Bunda qilsang Qozi Kalon hazratlari bilan qizi Salmani uyg'otib yetsin. Vadida degan er kishi. Ha? Voy, hamoqat. Men er kishimi? O'zim hamoqat. Vadida degan er kishi. Qozi hazratlariga deb uzun tilingni kestirib o'tmaydigan bo'lsam. Vadida degan er kishi. Vadida degan er kishi. Vadida degan er kishi. Vadida degan er kishi. Salma degan er kishi. Salma degan er kishi. Vadida degan er kishi. Nima qiladiganligimni yaqinda ko'rib qolasan. Qizinglar, vadida degan hamoqat. Vadida degan hamoqat. Vadida degan hamoqat. Qozi Kalon hazratlari, al-ovam o'zlarining odil ham donoliqlarga bakmi qoyil. Poshshopligi to'la gap yo'rg'latmay savolimga udul javob bersizlar. Xo'p, hazratim. Bu kishi qassob, qarni yetgan. O elning amonligi uchun tunni bedor o'tkazayotgan qo'l ostindagilarning yuzini to'kmoqchi bo'pti. Ular o'zlarining majburiyatlarini ado qilib, uni to'g'ri o'g'irlaganda tutib olgan. Qo'l ostilaridagi ba'zilar amalidan foydalanib, rasti bozorlarda haq to'lamay g'izolni etibdi. Bu rasmo. Bu mumkin emas, hazratim. Undaq ish yuz bergani yo'q. Tuhmatxo'r, cho'qim, isbot keltirish kerak, shunday emasmi? Bu gaplari to'g'ri. Javobgar, so'zingni isbotlaydigan bir daliling bormi? Dalil isbotlarning hammasi ularning qo'lida hazratlari. Guvohing bormi? Bu yerda mendan boshqa biror sarang poshsholarga qarshi guvohlik berammi? Hazratim, uning gapini anglaganlar, uning so'zida bizni oqlaydigan dalil isbot bor. Qandoq deylar? Bizga sarangdan boshqa hech kim tuhmat qilmaydi. Bizning yaxshi nomimiz hammadan ustun turadi. Men yaxshi nomlarni qo'g'dashlarini umid qilaman.
Yana nima topshiriqlar borkin hazratda? Yo'q, qaysili bo'ladi? Kaladek hücum qilmay, harakatinglar chaqqan bo'lsin. Bu pakar yigitning mahoratiga qaranglar. Voy, isming nima? Men Sen mendan so'rayapsan, isming nima bilmamsan? Bilmanglar. albatta bilaman. Ismim Salim. Jonbozlik mahoratining qaltisiga Salim. Amdi o'xya etish mashig'i qilamiz. Salim, o'qni joyiga tekkirsang. Kelgusang cho'qim, parlaq bo'lg'isi. Mashq oxirlashdi. Aramasanlar bo'ladi. Dobulg'anlarni ilib aramaylarlar. Salim, sen nimishqa dobulg'anni ilib etmaysan? Unda qilsam bo'lmaydi begim. Hay, hamoqat. Issiqdan o'lib qolma yana. Bu qiz bola. Bu vaqt kelib o'zlarini malol qilib qo'ymagandimi? Yo'qsa. Hay, mening hamoqat yordamchim qizlarni zanjir bilan bog'lig'ini tasliq qopdi. Ular sizning qizlarni to'limag'ashqa lashkar siyoqiga kirib olgan qizlarni qozixonaga topshirib berish kerak deb o'ylab qopdi. U qozning qiz bo'lganligi uchun jazolanmasin bo'ladi ekanda. Bu odatdagi ish hazratim. Biz mashq maydonida uni ko'rish sharpiga noil bo'ldik. Uning jonbozlik mahorati xuddi palvonlardan qilishmaydi ekan. Shundoq. Men uning ishlariga to'liq hayron. U tang tushlarining aksicha ot minish, jonbozlik degandek ishlar qiziqadi. Shuni desalar, balalarning hammasi o'yin tomoshiga amroq keladi. Kechirsizlar, sizlarni birdam yolg'iz qo'ydigan bo'ldim. Aram elivasizlar hazratim. Men bu uyni o'z uyim deb bilaman. Hiç bilmedim Selma. Aklınız ne ketkendi? Maha köp avarçılık tepediniz. Bu haber et bütün şehirge pur ketidi. Hemme kişinin ağızda bu gap boludu. Yüzlariga sat bo'ladigan ish qilganim yo'q ata. Mening ruxsatim siz sirtqa chiqib, qiz bolalığınız qarmay, lashkarlarning orasiga kirgininiz shu. Kishilar hamda uyini yaxshi boshqaramagan, qiziga loyiqida tarbiya beramagan kishi qandoqmi algi qozilik qilsin deyishdigan bo'ldi-da. Hazratim, Salmaga bundaq qattiq tegmisizlar. U qasdan undaq qilmagandu. Balani mayli qo'yib berib yomon qildingiz. O uydan chiqqanda siz qayerda edingiz? Uxlab qoptikanman. Bu bexastaligingiz uchun sizmi uning bilan qo'shib jazolanasiz. Mehmon ketdimi? Ketmedi. U texchisilini saqlayotdi. Hozirgacha uningga 5 opqur sharbat akirib berdim. Yana ichaman deydi. Bu tatliq turim to'limi yeyishlikka. Kishilar uni qozining g'izosi deyishidi. Men buni ko'p joylarda yegan. Biroq buni qozining uyida yesa boshqacha bilinadi ekan. Sizlar nima degan aqlliq? Qani tatmay asla. Bo'ldi. Mushu yetarlik. Amdi yesam eg'ir keladi. Mushundaq tezda qaytib ketamla. Birdam o'ltirsilchu. Bo'ldi, rahmat. Sening vaqtlarini olmay. Men yana kelaman, ha? Yana kelala-amisa. Men cho'qim yo'llari qarayman. Qizlarni bog'lab, qozixonaga yo'llamoqchi bo'lgan mening heliqi hamoqat yordamchimni o'ylasamla. Kulgim kelib ketdi desa. Menmo ba'zida shundoq bo'lib qolaman. Omon bo'lsinlar. Rahmat sizlarga. Omon bo'lsinlar, hazratim. Allah sizni kechirsin Selma.
Xayrlik etigen duldulum. Bana adetin boyunca kişnep cevap qaytırmam sen. Qazıxanam aile, bole. Neyim boldu sana, ha? Senin mi açığın kepti de? Bulanın hemmesiga Selma sebepçi. Onun senin dostun ekanligini bilemem. Biroq sen meni Selma'nın işte hatalaştı deb qaravatam sen. Unda qilsang, men uval qilgan bo'lasan. O xato ish qilganda uning kayish haqqim bor. Uni jazolash so'rar. Selma, siz bilan paranglashaydi degan. Sizlarga avarchilik tepib berish maqsadim yo'q edi. Menga ishonsizlar. Men to'lim afsuslanyapman. Hech qisi yo'q qizim. Men bir ishqa hayron qilyapman. Siz nima uchun aranchi yosinib, yolg'on burib taqib olasiz? Sizlar faxrlanadigan o'g'il bo'lay deb shu. Siz nimanda quruq gap qiladigansiz? Men har qachon sizdan faxrlanaman emasmi? Men boshqani orzu qilayotganim yo'q. Siz Allohning menga ato qilgan ne'mati, Alloh taolaning mo'no so'zini anglaganmisiz? Alloh xohlagan kishiga qiz, xohlagan kishiga o'g'il farzand ato qiladi. Ulug' Alloh rost aytadi. Biroq erlar ayollarning homiysi, ularning urush, janglarda o'ynaydigan roli cho'ng. Ha, bular erlarning mas'uliyati qizim. Hergizm ularga berilgan fazilat emas. Ular mush sababli hisobga tortiladi. Bu gaplarni menga tasalli berish uchun da'vatdilar. Chunki siz nima? Chunki men bir qiz, baribir ayol zotiga tava. Qiz bola bo'lish ayiblik ishmikan? Ayolsiz turmushni o'ylash mumkinmi? Onamiz Havvoni Alloh taolo hayotlikning manbasi qilgan. Navoda u vasla bo'lmagan bo'lsanglar, zamin ovotlashmagan bo'ladi. Anamiz Havva Odam alayhissalomning jannatdan chiqarilishiga sababchi bo'lgan emasmi? Nereden topdingiz? Bunda quruq gaplarni. Men kishilarning og'zidan bu gapni doim anglab turaman. Bu nima degan nodonlik, xurofiylik, ha? Siz qozining qiz turib, qandoqmi nodonlarning gaplarini deb yuriysiz? Undaqda to'g'risini o'gitib qo'ymamla. Uning to'g'risini Alloh bizga Qur'oni Karimda bayon qilib bergan. İnsanların otisi Adem aleyhisselam cennette yalğız yaşayotganda Allah onu rahat sürsün, xuşallık ve xapılıqlarga ortaqlaşsın deb Havvani onun qo'rg'isida yaratib bergan. Allah'ın peygamberi Adem aleyhisselam uyqusidan uyg'onib ko'z oldida ilgari ko'rib boqmagan bir maxluqni ko'rdi ve onunla uduqqinicha savol tashladi. Kim bo'lasiz? Men bir ayol. Odam onunla nereden geldiniz dedi. Siz uxlayotganda Allah meni qo'rg'ingizda yaratdi. Odam aleyhisselam Havvadan ismini so'radi, u mundaq javob berdi. Ismimni bilmayman. Siz meni xalqan ism bilan chaqirsangiz bo'ladi. Allah farishtalarga emas, balki sizga barcha narsalarning ismlarini o'rgatgan emasmi? Odam aleyhisselam undaq sizni Havva deb atay debdi. Nima uchun meni Havva deb atadingiz? Bu mübarek peygamber mundaq debdi. Çünkü siz mening qo'rg'amdan yaratildingiz. Men bir tirik maxluqman. Undaq siz Havva bo'lasiz da. Allah xolsa men siz uchun Havva bo'lay. İblis aileleri Araplarni buzib qo'ydigan bo'ldim. Nima demaksan, Jamar? Men Odam bilan Havvoni jannat kuzatishni o'timda oxirlashtirdim. Ular seni payqab qoldimi? Yaqay, gin adovat peshvasi. Biz ularni bizni ko'rolmaydigan yerda kuzatyapmiz. Ahvolni ayt. Ular Allohga tasbih etib, bahsoat ichida birga yashab etibdi. Yana texi ular ikkisi hech qanday gunoh qilmaydi ekan. Bu cho'ng opat bo'pti. Men cho'qim barcha usullar bilan u ikkisini ozdirishga tirishman. Sizlardan so'rab baqsam bo'ladi, aliylari. Sizlar nima uchun odamni bunchalik yomon ko'rdilar? Chunki men o'tdan yaratilgan, u laydan yaratilgan. Men cho'qim o'zimning uningdan ustun ishkanligimni isbotlab beraman. O o'tning laydan ustun ishkanligini qanday bilgandi? Odam, nima uchun menga qaramaysan? Men sana foydali bir ishni o'ylayapman. Ey Odam, Allah bizni ogohlantirgan iblis emasmi? So'zimga quloq sol. Men sana yegan odam o'lmaydigan va zavol topmas podshohni ko'rsatib qo'yaymi? Menga hayotlik qiyishtiradigan daraxt. Bu daraxt oldinglarda turmandi. Ey Odam,
Allohning seni jannatda bu daraxtni nima uchun to'sqanligini bilamsan? Odam bilan Havvo dastlabda shaytonning gapiga quloq solishni rad qildi. Odam Allohning o'zini u daraxtning mevasini yeyishni to'sqanligini aytibdi. O'ylab boqmamsan. Men sana Allohning sizlarni ashu daraxtni nima uchun to'sqanligini aytib beray. Allah sizlarning farishta yoki mangu yashaydigan bo'lib qolmasliginglar uchun shunday qilgan. Ey odam, qani ola. Buni ayoling bilan toza mazza qilib yegin, ha? بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى صدق الله العظيم. Oyatda odam Parvardigorining amriga osiylik qilib ezib ketdi deyilgan. Undaqda cheklangan mevani onamiz Havvo amay, balki otimiz Odam alayhissalom o'zi optikanda. Shundoq, biroq ular mevani tang yegan. Havvo odati bo'yicha bu ishda odamga agashgan. Natijada u ikkisi jannatdan zaminga tushirilgan. U ikkisining qissasi mushu yerda tugidimi? Yo'q. Odam, Havvo va shayton o'tirisidagi haqiqiy to'qinish zaminda boshlangan. Uningdan keyin nima ishlar yuz bergan? Vaqt bir yerga berib qopdi qizim. Alloh xolisa, ati insonlarning onasi Havvoning qissasini to'liq so'zlab beraman. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري